Yarasharmikan bilmasam. Bilemedim. E'tiborni jalb qilish yomon ish emas. Ayol degani go'zallik degani. Insonlarning sizga qiladigan muomalasi ust-boshingizga qarab qanday o'zgarishini ko'rasiz. Lekin bu narxni to'lay olmasam kerak. U holda qolganini qarz daftariga yozamiz. Pulingiz bo'lganida to'larsiz. Xaridorlarimizga har qanday imtiyozlarni beramiz. Poytaxtning har yerida Parij ko'chalaridagi modalar tarqalsin degan umiddamiz. U holda olganim bo'lsin. Menga shu moviy ko'ylakni ko'rsatib yuboring. Bu moda degan narsa ular uchun chindan ham katta zahar bo'ladi. Va biz bu zaharni poytaxtning tomirlariga yubora boshlaymiz. Buyuk bir muhabbat yaratamiz. Odamlar go'zal ko'rinish uchun qo'lida qolgan oxirgi pulini moda uchun sarflaydi. Kiyimni emas, kibrni kiyib oladilar.